Eğer içekler ve ciger işlese insan vefat kılmaydı. Öt kap yoki öt püfek degan a'zomiz jigardan her gün 600 gram kislota oladi. Oshqozonga tomchi beradi. Shu bilan yegan ovqatlarimiz hazm bo'ladi. Yoki jigar bera olmaganda insonlarda birinchi ijoga boshlaydi. Keyin qorin dam bo'lishga boshlaydi. Agar davolanmasa qabziyat, ish qatish boshlaydi. Ish qatish sababli yuzda husnbuzarlar chiqadi. Inson rangi qorayib ketadi. Ko'p kasalliklarga sabab bo'ladi. Zaten ichaklar ikinci miya hisoblanadi. Agar ichaklar va jigar ishlasa inson vafot qilmaydi. Vafot qilgan insonning birinchi ichaklari to'xtaydi. O'tqobni davolaganimizda qabziyat bilan birga husnbuzarlar bir haftada yengisi chiqmaydi. Keyin qolganlar ham o'zi qurib ketadi. Ko'p yoshlar ko'raman. Hammasi buni teri kasalligi deb harakat qiladi davolashga. Lekin bu o'tqob orqali bo'lgan bir kasallik. Ish qatish ham shunaqa. Ish qatish ko'p kasalliklarning boshlanishi, ya'ni sahr ham, rak ham, shunaqa jigar siroz ham, bularning hammasi birinchi ish qatish bilan boshlaydi. İçin qatmazligi uchun o'tqobning albatta yaxshi davolanishi kerak.